Bismillahirrohmanirrohim. Qibray tumanida Yangi Hayot mahallasiga kirib kelamiz. Ya mahallasi fuqaro uy ikkovimiz baraka topchi chiroyli Zafar Alloh rahmat qilgan bo'lsin. O'g'illari umr uzoq bo'lsin. Mana Zafar ham bir orqadan sadaqa joriy qoldirdi. Bolalari shunaqa chiroyli qilib mashka mahalla uy qurib berdi. Mindan ming rahmat. Ana shunaqa homiylar ko'payaversin. Mana hozir xonaga kirib oqamiz qani. Xonada o'tirgan kimlar bor ekan sizlardan bir murojaat qilib suhbatlashamiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hormat akajon. Erkin aka, assalomu yaxshimisiz? Va Nargiz opa, yaxshimisiz? Rahmat aka, umringiz uzoq kam bo'lmay aka. Opamiz tuzimisiz? Alloh shifo. Nargiz opa, yaxshimisiz? Tanjoningiz sog' bo'lsin, baraka topinglar. Men eshitib xursand bo'lib ketdim uyni, men bilan bitganiga. Zafar o'rtog'im ruxsat bo'lgan bo'lsin. O'g'illariga birga men bersin. O'sha homiylar ko'paysin. Juda birinchi o'rinni olay deyman. Yangi Hayot, men o'zim Yangi Hayot mahallasi bo'lgan uchun hop xursandman-da. Mana ekologiyaga kirib ketdim yoqda. Partaga tozalik juda chiroyli. Hop, korrupsiya ham bizdan kamayib ketdi, xudo xohlasa, yo'tsa ham bo'ladi. Erkin aka tanish sog' bo'lsin. Avvalambor Nargizga Selimga rahmat, siz o'zingiz bildirmasdan haqiqatan o'ng qo'lingiz ekan bu-da. Alloh shifo, yana ishingizni davom ettirsin, Alloh sizga nasib etsin. Bir yoqdan boshqar. Buni akil kamdan kamda, rais bilan sekretari sal kamdan kam bunaqalar. Alloh ko'z tegizmasin ekan Nargizga Selim. Seni baraka toping. Bash kelsa unaqa odam murojaat kelsa darrov javob berdingiz. Telefon orqali ajrashganda yarashtirga bo'ldik. Men ham o'sha yerda guvohi bo'ldim avvalom. Erkin aka aniq ham guvoh bo'lganda baraka toping. Avvalo shifo bersin. Endi bu yoqqa siqilmasdan, hech ham o'ylamang. Kamroq harakat qiling endi. Mana yoningizda o'ng qo'lingiz bor. Nargizaxon, xudo xolisa. İnşallah bu yoqlarga Alloh xudo quvvat bersin. Biza Yelkador mahallamiz bilan biza tashab qo'ymaysizlarni, xudo xolisa. Ikkala ishlar emas, butun mahallaning ishi. Biza kar qilib, u yoq fitna g'iybat qilmasdan faqat sizlarga yondashamiz-da. Mana ko'cha boshilar, hop, mahalladagi oqsoqol nuroniylar hammamiz Yelkador sizlarga xalqimiz uchun xizmat qilamiz. Avvalambor rahmat, bir oqsoqol duo bering, aylanay mashlarni. Avvalambor sizga rahmat bizlarga. Biz joylanib qo'ygan, bog'irgan rahmat. Topgan Xudo barakasini bersin. Amin. Nimaga niyatiga yetsin, bo'ladi, bosh bo'lsin. Alloh rahmat, e'tiborchi rahmat. Qibray tumani Yangi Hayot mahallasida fuqaro yig'inda o'tiribmiz. Bularga ham minnatdorchilik bildiraman inshaalloh. Rahmat, salomat bo'linglar.